Hatto qo'limga pichoq tushib qoldi. Keyin akamlarning tos qismlarini ikkita oyoqlarini bo'lib tashladim. Qora paketga solib turib, stirichlab, qora qamishni kanalga tashladim, Qichqirov kanaliga. Ma'lum bo'lishicha, 24 yoshli sudlanuvchi marhum akasi bilan xonadon masalasida nizolashgan. Marhum aka nizoni hal qilish maqsadida ukasi bilan gaplashib olishga kelishgan. Ular 2024-yil 10-oktyabr kuni sudlanuvchining nomida bo'lgan, ammo akasining qarshiligi tufayli yashay olmayotgan xonadonda ko'rishgan. Suhbat davomida sudlanuvchi akasi o'zining Yunusoboddagi uyini ijaraga berib, oilasi bilan ushbu xonadonga ko'chib kelishini tushungan. Bundan tashqari, marhum sudlanuvchining o'gay singlisini haqoratlagan. Shundan so'ng yigit o'ch olish va mulkini saqlab qolish uchun gantel bilan akasining bosh qismiga bir necha marotaba urib, uni o'ldirgan. So'ngra marhumning bozor qiymati 2 million so'm bo'lgan telefonini hamda Yunusoboddagi uy kalitini olib, hodisa joyidan ketgan. Qotil yangasi bu voqeadan xabar topmasidan oldin uni ham o'ldirishga kirishgan. Shu kuni soat 22:00 larda Yunusobod tumani markaz 5-dahasida marhum yashab kelgan xonadonga borib, yangasining yuziga bir necha marotaba urib, hushidan ketkazgan va qo'l-oyog'ini bog'lab, bo'g'ib o'ldirgan. Qotil marhumaning 5 oylik homilasiga ham qaramagan. Shundan keyin u yangasining telefoni va uydagi televizorni olgan. Xonadonni tashqaridan qulflab, voqea joyidan yashiringan. Qotil uka oradan 4 kun o'tib, ya'ni 14-oktyabr kuni tungi soat 2:30 larda akasining jasadi qolgan Olmazor tumanidagi xonadonga kelgan. Hatto qo'limga pichoq tushib qoldi. Keyin akamlarning tos qismlarini ikkita oyoqlarini bo'lib tashladim. O'zim ikkovman zal bilan spaniya o'rtada oshxona bo'ladigan bo'lsa, zal bilan spaniyaga kirib, u yoqdan bu yoqqa kirib chiqib yuribman. Nima qidirayotganimni bilmadim-da, lekin qidiryapman, nima qidirayotganimni bilmay qoldim. Keyin bitta qo'limga haromat sochib, bitta qo'limda haromat pichoq. Kelib turib oshxonaga qarasam, o'sha oyoqlarni bo'lib qo'ygan ekanman o'sha. Men qo'rqib ketdim, keyin chiqib ketdim keyin o'z qo'limga. Keyin nima qilib qo'ydimdan boshqa qildi. Keyin qo'rqib ketdim endi. Keyin nima qilishni bilmadim, ichki ishlarga ham yetishni bilmadim, qo'rqdim. Keyin yo'qotmoqchi bo'ldim-da, keyin qora paketga solib turib, stirichlab, qora qamishni kanalga tashladim, Qichqirov kanaliga. Sudlanuvchi esa aybiga iqrorlik bildirib, oxirgi so'zini aytdi. Qo'ldan kelgancha imkoniyat boricha kechirishinglarni. Marhumlarning oila a'zosidan kechirishinglarni. Qilgan ishimdan men pushaymonligimni. Sudya Alisher Turg'unov tomonlarni eshitib, sudlanuvchiga hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B va OR bandlari, 169-moddasi 3-qismining A bandi va 134-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B va OR bandlari bilan 21 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismining A bandi bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 134-moddasi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tash uchun 24 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilansin. Jazoni 4 yil turmaga qamash tariqasida tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 16-oktyabr 2024-yildan boshlab hisoblansin. Sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin.